IT 22 talabalari Latipov Abrorxo'ja. Murodov Narimonjon. Biz smart konteyner qilganmiz. Bu konteynerda qanaqangi joylar bor? Bu yerda sovutish tizimi, ya'ni smart sovutadi. Applicationdan bu yerga message keladi va message bo'yicha sovutadi va alertlar yuboradi. Alertlar yuborishda bu nimalardan foydalanadi? Bu yerda lakasi bor, ya'ni lakasidan foydalanadi. Ya'ni qaysi lakasida qanaqangi temperaturada ketyapti, shuni monitoring qilsanglar bo'ladi. Keyin bu yerda menda vibration ham bor. Vibration nimaga? Mahsulotni yaxshi yetib borishi uchun vibration ishlaydi. Ya'ni vibrationda ko'proq vibratsiya qilsa, buni har bitta yo'lga aniqa og'olinadi. Ya'ni o'sha yo'lda ko'rsanglar bo'ladi, mahsulot aniqa damage yetganligini bilsanglar bo'ladi. Va bu yerda SP32 bor. SP32 main brain hisoblanadi. Hamma anaqani SP32 bajarib turibdi va bu yerda temperature bor. Ko'rsatsa bo'ladi. Temperatureda bu yerda общий o'sha humidity bilan temperaturani olib turadi. Ya'ni sovutish tizimlari xuddi shunaqa joylashgan. Bu yerda peltier qo'yilgan. Peltierni ustiga heat sink qo'yilgan. Tezroq muzlatish uchun. Hop, bizda bu yerda proyekt arxitekturasi. Bizning proyektimiz umumiy arxitekturasi. Bu yerda bizda hardware qismi. Hardwaredan SP32 bilan MQTT broker, Mosquito brokerga hamma data yuboriladi. Masalan, temperaturasi, vibratsiya, tezligi va lokatsiyasi yuboriladi. Keyin o'tdan Fast API ga ma'lumotlar qabul qilinadi. Undan database, InSforge database ga hammasi saqlanadi. Database'imizda bizda mana shunaqa table'lar bor. Masalan, konteynerlar haqida umumiy ma'lumot, konteynerlarning ID'lari hammasi shu yerda saqlanadi, qachon yaratilganlari. Alerts bu bizda qanaqa xavfli bizda temperatura ko'rilgan bo'lsa, o'shani yuboriladi, bu yoqqa saqlanadi. Keyin userlar haqida ma'lumot saqlanadi va общий data telemetri degan anaqa tablitsada saqlanadi. Keyin bu yerda bu tablitsadan Telegram bot bilan dashbord, veb-sayt dashbordimizni qabul qiladi va ko'rsatib beradi. Telegram bot bu asosan alertlarni qabul qilib ko'rsatib beradi userga. Dashbordda esa umumiy ma'lumotlar ko'rsatiladi. Umumiy ko'rinishi shunaqa. Bu bizning veb-saytimiz umumiy ko'rinishi. Bo'lsa bo'ladi. Bu yerdan biz get started qilsak, verifikatsiya qilsa bo'ladi emailga сообщение boradi. Yoki oddiy qilib hozircha anaqa qilib sandboxdan kirsa bo'ladi. Bu yerda bizda ko'rsatilgan 3 ta konteyner, bu ikkitasi demo variant. Hop, bu bizning asosiy konteynerimiz. Ulangani bu yerdan hamma dannelarni shunday ko'rsa bo'ladi yoki karta bilan kirib ko'rsa ham bo'ladi. Umumiy ma'lumot aktivatsiya qilsa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi aktiv holatligini, qachon oxirgi marta yangilanganligini, datani, bu yerda umumiy anaqalar ma'lumotlar va mana masalan lokatsiyasini, oxirgi martagi lokatsiyasini ko'rsa bo'ladi. Biz bu yerda qo'shganmiz, yana qaysi nuqtada vibratsiya baland bo'lib ketsa, o'sha yerda qizil nuqta bilan belgilanadi kartada. Bu yerda biz temperaturani qo'ysak bo'ladi. Masalan, hozir qo'ysak 10 dan 20 gacha qilib fanni 10 qilsak, masalan, bu yerda bizda kullerimiz yoqib ishlaydi. O'sha 20 gradusga yetgandan keyin o'zi o'chadi. Keyin biz bu yerda vibratsiyani ham qo'ysak bo'ladi. Masalan, qaysidir mahsulotlarga masalan 2G dan ko'proq vibratsiya bo'lsa, zarar yetishi mumkin. O'shani oldindan Telegramga уведомление berish uchun qo'yib qo'ysak bo'ladi. Masalan, 3 qilib 3 vibratsiyadan oshib ketsa, Telegramda ma'lumot boradi. Hop, mana bizda общий bu ma'lumotlar, kelayotgan ma'lumotlar qachon yangilangani va mana konteynerimizda ma'lumotlar Telegram botdan keladi. Telegram botda bizda mana vibratsiya balandligi yoki mana temperatura 25 dan oshib ketganligi haqida ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Biz dashbordimizga yana qaytib chiqsak, masalan, ko'rsa bo'ladi ikkinchi konteynerimiz ma'lumotlarini.
oxirgi marta qattiq vibratsiya baland bo'lgan yoki temperatura baland bo'lganligini ko'rsa bo'ladi. Qattiq yurganini ko'rsa bo'ladi. Mana bu yerda belgilangan qaysi tochkalarda vibratsiya juda katta bo'lgan. Xo'p, keyin bu yerda ham xuddi shu ma'lumotlar, oxirgi marta qachon yangilangani ma'lumotlarni. Keyin masalan aktivatsiya, deaktivatsiya qilsa bo'ladi bu yerda. Keyin dashbordimizda уведомление alert degan qismi bor. Bu yerda hamma oxirgi alertlarni ko'rsa bo'ladi. Masalan ma'lumot oldim degan ma'noda bularni resolve qilsa bo'ladi. Resolve qilsa mana kamayadi bu yerda. Hop, biz bu